Oitajo'lar, har qanaqasini eshitgansizlar, lekin bunaqasini eshitmagansizlar. Nigin butikdan hammasi 95 ming so'm. Qani ketdik, obzor qilamiz. Qizlarjo'lar, shuna bejirim bo'lgan ko'ylakchalarimiz, mana bunday ko'ylak ishtonchalarimiz, mana bunday zamonaviy bo'lgan nejni ko'ylaklarimiz, undan tashqari mana bu yerda вечерный ko'ylaklar, undan tashqari mana bu yoqda dvoykalar, hammasi 95 ming so'm. Ana bunday uzungina nejni hozir zamonaviy bo'lgan uzun ko'ylakchalarimiz, undan tashqari alohida yaka-yaka bo'lgan ko'ylaklarimiz, kofta yubkalarimiz, to'ylarimiz uchun mana bunaqa yaltiroqli ko'ylaklar deysizmi? Mana bunaqa bejirim ko'ylakchalar deysizmi? Mana bunday rubashka yoqali ko'ylaklar deysizmi? Hammasi atigi 95 ming so'm. Ustimdagi lukka ham ahamiyat berasizlar. Bunday luk hali hech qayerda 95 ming so'mga olinmagan. Oitajo'lar, shoshilamiz. 18-markacha atigi bir kungina qoldi. Nigin butikka kelamiz. Любой bitta kiyimlarimizni atigi 95 ming so'mga olamiz. Manzil qayerda deb so'rayapsizmi? Manzil G'ishtiradomdan kelaverishda 16-bog'chaning ro'parasida Nigin butik. Bizga obuna bo'lib, pastdagi yurakchani qizartirib qo'yib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim.